Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün bizning 3-chi harf T harfi, yumshoq harflardan. Shulay bit. Muallim sen de olgan bitinde T harfi bizning yumshoq harflarga kiradi. T, T, tu deb ish harfda, ay ish harakat bizning yumshoq etib aytiladi. T, T, tu. Amma T harfinde ala qatlısı da var. Ama biz hali bu alfabet boyunca 3-chi yumshoq harf, shunga ko'ra yumshoq etib aytamiz. T harfi yodlarga bek jengil. Ул shulay aning ravishi deganda kiymasi T harfiniki kebek. Mana shunday. Shulay bulay etib yozila. Ya'ni o'ngdan olib so'lga taba. Ham endi ustunda bari tik 2 ko'zi. Smaylik. Tegi yilmaygan smayliklar var bit telefonlarda bizning. Mana shunday. T harfida shunga o'xshagan. 2 ko'zda jiriq og'iz. T harfi. T harfi shulay boshida da, o'rtasida da, oxirida da B harfi kebek. Masalan, hozir yozib misol olib ketamiz. Bu bizning siziqdi. Naq B harfi shekilli bizning boshida, o'rtasida ham oxirida. Narsaga yetmay, nuqtalar yetmay, shulay bit. Agarda ostga tusha ekan ol bir nuqta. Bu bizning endi oldagi darsdagicha B harfi boy, shulay bit. Ba, bi, bu. Ama biz narsa öğrenemiz, B'ni öğrenmeyiz, biz T'ni öğrenemiz. Şuna ko'ra bizning shu nuqtalarni ustga ko'tarib qo'yrak kerak. Aning shu T harfi yasar uchun. Ustga 2 nuqta qo'yamiz ekan. Bu bizning bular T harfi, yumshoq harf. T, T, tu. Bunda endi bizni qoldirga kerak shu 2 nuqtani ana. Chunki yozuv ravishi butun formasidagi gavdasi B harfini shekilli. Bunda butamasga kerak nuqtani gina. 2 nuqta. Nechta butamasga ul shinabda T harfini o'xshagan. Bizning tatar tilida da bit T shunday, shulay bit. Bu da mana bit endi mening boshida da shunday yo'q bizdagi shekilli bag'ana bor. O'rtada da shunday bag'anasi bor, shulay bit endi. Ham mana bu 2 nuqta bizning endi mana bu 2 T harfining 2 quyrug'i shekilli. Bari tik o'rtada siziqqina. Shuning bilan endi shamalab bu bizning T harfi ekan. T, T, tu yozilishini aytdik o'rtada. Shunga ko'ra daftarga endi bizga ishlarga kerak. Masalan, shunga ko'ra bizga hozir shu harfni B bilan butamas uchun daftarda bir qati ko'p etib ko'nugu yasarga kerak. Masalan, 1-3-4 yil yozirga boshida nechik yoziladi? T deb o'rtasida T ham endi shulay oxirida. Butiyuz deylar. Ko'p kishi aytadi, shu B bilan T'ni nuqtalarni. Aytganimcha, shunga ko'ra, mana bizning T'ga o'xshagan, shuning bilan azroq assotsiatsiyalar olirga kerak. Ham endi ko'p etib yozirga kerak. Ustda 2 nuqta ekan T bo'la. Nuqta ekan T bo'la deb ko'p etib ko'nugu yasagan sayin yaxshiroq ista qolashaq. Hatto harfim boshqa harflar bilan nechik tutashan endi so'zlar paydo bo'ladi. Ularida misolda biz ularni olib ketiramiz. Masalan, T harfi boshda kelganda dey. Oliq finnik so'zi bilan tem
Тәмір. Хөрмә. Финник деген сөз. Ничек башында язылды? Б хәрефе шикелле шулай бит, шундый М хәрефе Р. Тәмір. Ничек языла, мәсәлән, сүз уртасында. Мәсәлән, ятим. Тим. Тим. Ничек яздык? Тау ясадык. Шулай бит, 2 ноктасын куйдык. Ятим. Һәм ничек итеп без сүз ахырында Т хәрефен язабыз. Мәсәлән, йортны язый айдагыз. Бәйтун. Ничек ясалды? Б белән һәм менә шулай итеп ялгадык. Һәм Т. 2 күзен куйдык. Бәйтун. Монда менә Т-ны ясадык, монда Т. Монда инде ахырда. Менә язылышын өйрәндек, бүтән сүзләр белән мисал алдык. Безгә инде ише генә калды. Нишләргә? Күп итеп күнегүләр ясап, шушы хәрефне ныгытырга. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.